Assalomu alaykum. Mana Belgiya jamoasi Gdanskdagi Baltika dengiz bo'ylariga keldik. Demak, Islom aka, taassurotlar qanday? Assalomu alaykum. Hozirda biz Polshaning, nafaqat Polshaning, butun Yevropadagi eng uzun yog'och ko'prik ustida turibmiz. Bu demak Gdansk shahrida joylashgan portning demak eng uzun yog'och ko'prigi hisoblanar ekan. Yevropadagi 511 metrdan iborat bo'lgan yog'och ko'prik ustiga chiqib kelsangiz, bu yerda demak restoran, bu tomonda qana ko'rsatib, bu tomonda demak yaxtalar turar ekan sayr qildirish uchun. Mana shu yerga demak qirg'oqdan 500 metr ichkariga mana shu yog'och ko'prik ustiga kirib kelinganda yod miqdori havoda 2 barobar ko'payar ekan. Shuning uchun demak mana shu 500 metr ichkariga kirdib yog'och ko'prik qilingan ekan. Mana bu yerda demak qirg'oq dengiz sohilida Grand Hotel degan mehmonxona 1927-yilda qurib bitkazilgan. Mazkur mehmonxona vaqtida Yevropaning eng mashhur joylaridan boylar va rasmiy qirollar kelib dam oladigan joylardan bo'lgan ekan. Mana shunday ma'lumotlar, demak, qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib bermaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.